Assalomu alaykum. 6 solu yegani yuqmayapti. Hop, mo'ljal olishlarini yo'qotib qo'ygan. Oyog'idan toyib ketyapti. Boshida qaltirash bor. O'ng taraf ko'zi ko'rmay qolgan. Hop, birinchi qo'ygan diagnozim A vitaminoz bo'lgan. Shu kunning o'zida Yeselen urdim 5 gram. Keyin bir 3 kundan keyin Trivit urdim. Trivit urgan paytimda litseriozga ham gumon qilib, Trivit bilan parallel oksititratsiklin 1 mg 1 ml 10 kg trivazinga mo'ljallab urdim. Keyin yana orada 72 soat o'tkazib, yana oksititratsiklin Trivit urdim. Shu ikkinchi marta oksititratsiklin bilan Trivit urganimda tegida 69 kunlik qo'zisi bor edi, qo'zi qo'chqorchasi bor edi. Qo'zi qo'chqorchasini ajratdim. Qo'yi ko'zi ko'rmay qolgan. Natija bo'lmadi. Oksititratsiklinde ham natija bo'lmadi. Xudo xolasa mana bugun amoksitsilin bilan gentamitsin birga qo'shilgan gentam degan antibiotik qo'llay boshladim bugundan. 4 gramdan 5 kun. Parallel butafosfan 5 gramdan butafosfanni o'zi 10 kundan beri tinmasdan har kuni qo'yaman. Qo'yi nerv tolalari paralech bo'lishni boshlayapti. Mo'ljal olishlar yo'q mana. Bir tomonga og'ib ketyapti. Ko'pchilik bunga ko'p veterinarlar bilan maslahatlashganimda bunga bu qo'yinda teniroz bor, boshini operatsiya qilish kerak deyapti, lekin men bunda teniroz alomatlarini ko'rmayapman. Joyida qiyshayib qolmayapti. Joyida bosh tortishib qolmayapti. Keyin tenerozda buncha vaqtda ikkala ko'zi kerak bo'lsa ko'r bo'lib qolish kerak edi, unaqa ham bo'lmayapti. Katta diametrda aylanyapti. Katta aylana qilib aylanyapti. Ishtahasi yaxshi, ovqat yeyapti, ichlari kelyapti. Peshob haydashlari ham yaxshi. Faqat shu nerv tolalari kundan kunga bitta paralech bo'lishni boshlayapti. Mana turganda ham orqaga oldiga ketib qo'yapti qo'y. Xudo xolasa yana 4 kunlik amoksitsilini bor, gentam. Shu gentamni qilamiz. Bugundan yana parallel deksametazon ham qilishni boshlaymiz. Boshida yallig'larni shish bor degan, nervlarni siqib qo'yayotgan shishlar bor. Shu shishlarni qaytarish uchun deksametazon ham qilishni boshlaymiz bugundan 40 kg vaznga. Xudo xolasa shifo Allohdan sababini qilib qo'yamiz. Qo'yimizni ko'rinishi yaxshi emas lekin.